Bo'lmasa kelar telefon qilsangiz bo'ldi. Sementalga qo'yganmi Abrorbek buni? Bunisi bo'g'oz. Bo'g'oz, birinchi Rastis baroda. Ha, birinchisiga bo'g'oz, kuragi ikkita. Hop. Ikkita buniki. Birinchisiga tug'adi xudo xolasa, semental novosga o'zim qo'yganman. Hozirda 6 oylik bo'g'oz. Orqasidan ham ko'rsatib qo'ying buni. Qarang indishini. Haligi buni ko'rgan, tushungan obunachilar biladi, bu mana endi menda bo'lib ketadi urki bor. Pullarimda sizga buni 38 million, 37, 36 deyapmiz kerak-ku. 35 millionga hali, 35 millionga ozgina kamini sunnatiga kamini qilib dastlabkasi bilan tashlab beraman. Faqat vodiyga. Hop, bu deganim bilan meni ko'rayotgan Buxorolik, Samarqandlik, Sirdaryolik akalarimiz xafa bo'lishmasin, telefon qilishaversin. Imkon darajasida aqdi ham qilamiz. Assalomu alaykum Abror Ali kanalining ashaddiy muxlislari, chorvadorlar, mana bunday Rastiski tozalardan boqaman degan akalar bittadan like bosib tursalaring, xudo xolasa bularni to'liq qilib akamiz o'zlari yordam beradilar akalar. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar qishlog'i katta quramidamiz. Bugungi sanamiz 3-yanvar 2026-yilning xudo xolasa yaxshi kunida turibmiz akalar. Niyat qilganlar bittadan like bosib tursalaring, buni yemoq-ichmoqlarni, dastlabki xizmatlarni akamiz o'zlari to'liq qilib yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Qalaysiz? Zo'msiz? 1 yoshga qarab kelyapsizmi endi? Ha, shu. Bo'ldi. Endi Abrorbek aligida qo'ldan kelganicha oz o'zi 3 dona katta, bitta kichkinamiz bor. Bola olisham juda hali bayramdan keyin tortilib ketdi, bozorlar ko'tarilib ketdi. Xonadonlar bayramgacha bo'lgan narsalarni oldi kirasa, bayramdan keyin hech kim raqsat qilmayapti shekilida, endi chaqirmayapti-yu. Hammada pul yengillab qoldi, yangildan keyin. Abrorbek, mana shuni 6 million 900 ming qilib beramiz. Bunisini 90 pilis buni. Xunojina? Ha. Ammo yo'q, qora bir oxiri yo'q, adashmasam. Kirishgan. Joyida. Ammo yo'q, joyida. Yeb ichari haligi. Bizga o'rnimalar klientlar ko'rsa o'zi bizni taniydi, xudo xolasa. Bizda shuncha muammo bo'lmadi. Bundan keyin ham muammo qilmaymiz, xudo xolasa. Hop, mana bo'ylari chiqar aka. Bo'y 90 pilis. 90 pilis, ha? Ha, keyin bitta o'lchab ko'ramiz. Voy 94 ekan. Ya o'sha 90 pilis bo'laversin, 1-2 santi. Alaysi. 6 million 900 ming qilib beramiz. 6 million 900 ga yetkazib beramiz. Yetkazib beradi. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Abrorbek, endi munosib o'tsang, mana uni ko'rsating polvonni. Akalar bir qator ko'raverasizlar, lekin kelishgan variantlardan qarang. Orqa holatlari ham ideal turibdi. Baholar olayotgan bo'lizga arziydigan variantlar. O'sha hamma yo'q joyida, eti ham joyida, buni haligisi ham joyida. Oqla oltinchi shved xunojinlarimizdan. Kuragi yo'q buni. Kuragi yo'q, ha? Yo'q, kuragi yo'q. Bo'yi 1.17 o'ybek. Bo'ylari 1.18 menga qarang. 1.15 pilis desang, haligi bo'lib qolmaymiz. Ha, ijolat bo'lib qolmaymiz. Mana ham olingda ikkalasini bitta ko'rsatamiz. Buni ham bir abzor qo'ying. Bitta o'rnashlarga. Ha, jip qo'yaveradi. Buni ham kuragi ichmoqni aka? Yo'q, buni ham kuragi ichmoq. To'xtang, hozir baqaylik. Ikkalariga rangi ikkalasi ham Abrorbek ozgina qarasa haligi novosga tayyor bo'ladigan, chilla chiqishiga qochib qoladigan mollar. Kuzga tug'adi, xudo xolasa. Kuzga tug'adi akalar. Xonadonga olib borib, 2 kun qarasalaring akalar. Keyin qo'ysalaring bo'laveradi. Kunjara, kepay, boshqa haligisi. Abrorbek, siz kanalingizga yangiman hamma. To'g'risi birinchi marta qo'yishim bu mollarimni. Sizga buni 38 million, 37, 36 deyapmiz kerak-ku. 35 millionga hali, 35 millionga ozgina kamini sunnatiga kamini qilib dastlabkasi bilan tashlab beraman. Faqat vodiyga. Hop, bu deganim bilan meni ko'rayotgan Buxorolik, Samarqandlik, Sirdaryolik akalarimiz xafa bo'lishmasin, telefon qilishaversin. Imkon darajasida aqdi ham qilamiz. Novoyga ham jo'natdik, Zominga ham jo'natyapmiz jo'natadigan joylarga. Lekin prosta mana vodiyga Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon o'zimiz tog'da bag'riga xudo xolasa 2 soat, 3 soat ichida yetkazib qo'yamiz, besplatno. Hop, u tomonlarga bo'lsa kelishilgan holatda. Masalan, mana shu 3 tane teng misol uchun Samarqandlik akam olsin, jo'natib muammo. Shuni tomoniga chaqiraman, bas ketaveradi. Qoplaveradi-da, qilayotgan xarajatingizni qoplaveradi. Endi menida o'zimga o'sha hamkasblarim bor, sheriklarim sotsa, bir kelishib, menda bitta bor, senda bitta bor qo'shib turib jo'natmasa bizga ham javr bo'lib ketadi. Albatta. Xudo xolasa, agar to'g'ri tushunasizlar,
Vodiy bo'ylab dasturkamizga yetkazib beraveramiz. 35 million so'mga yetkazib Agar beramiz. qaydan kuzatgan bo'lsangiz ham telefon qilaverasiz, u kelishiladigan holatda akalar. O'shanaqa. Hop, bunisi Norozi bo'lmaysa akalar telefon qilsangiz bo'ldi. sementalga qo'yganman Abrorbek buni. Bunisi bo'g'oz. Bo'g'oz, birinchi Rastis tug'ishi. Baroda. Ha, birinchisiga bo'g'oz, kuragiga ikkita. Hop. Ikkita buniki. Birinchisiga tug'adi, xudo xolasa, semental novosga o'zim qo'yganman. Hozirda 6 oylik bo'g'oz. Orqasidan ham ko'rsatib qo'ying buni. Qarang idishini. Bu haligi buni ko'rgan, tushungan obunachilar biladi, bu uni bor. Mana endi menda bo'lib ketadi urfi bor. Chunki Rossiyadan kelgan 6 oy, 7 oy bo'lyapti olganim. O'zingizni xonadoningizda boqilyapti. Ha, o'zim olganman 60 ta mol olib kelganman. Obunachilar taniydi meni. Ona haligindan Fozil akamdan, Rahmatjon akamning kanalida chiqarganman. Kalmiklarda 48 ta 50 talab qo'yganman. Ashlarning ichida 3 ta qisiri kelib qolgan. O'shani ikkitasini sotib yubordim, bu bittasi qoldi. Keyin o'zim qo'yib qo'ydim ishqoqchilikqa. Mol qilaman dedim. Hozir yana shu chetdan mol olib kelayotganman. Chunki ozgina yetishmovchilar bo'lib, to'g'risini aytganda abamlardan so'rab qo'yib yubordim. Akalar. Necha oylik bo'ldi? Hop, 6 oylik duraylik. 6 oylik duramiz aka. Tekshirib beraveraman. Tekshirib Kim beraveramiz. olsa ha deng, Abrorbek. Hozir esidan chiqibdi. Olib boraman. Işte doktorini chaqiradi, o'zisini shunday qiladi. Qisir bo'lsa menga tan, bo'g'oz bo'lsa qolaveradi. Lekin xudo xolasa deb aytaman, 5 oydan kam emas. Kam emas. Lekin aka qora holatlari ham o'zi aytib turibdi akalar. Mana xonojinda holatiga yelincha chiqib ketmaydi-da, chunki eti anaqa bir baliq emas-da buni. Albatta Bu aka. holat yetmagan, yemlanayotgan mol emas. Garantiyasini beradi. Ash kallasini yaqinroq qilib olib qo'yingda, odam obunachilar biladi, tushunganlar biladi o'zi bitada kallasini ko'rganda. Mol farqi bor. Mana akalar, she'r kodlari mana turibdi. O'zi o'sha Rossiya paroda haligi partiya kelganda o'zingiz xonadoningizga olgansiz, o'zingiz yoqtiradi. Mana shular hammasi o'sha tamojina bosilgan pechatlar shular. Menga berayotgan, sotayotgan firmaning pechati bilan tamojina o'tganlar pechati shu. Buni bo'ylari necha aka? Buni 25 bo'ylar. 1.25 ga beraveramiz. 25 beraveraylik, haligi 1-2 sm nari beri. Lekin kam emas, xudo xolasa. Nima deysiz? Narxini 28 million deyman dedim. Sizni kanalingizga yangi qo'yayotganim uchun obunachilar qimmat purish ekan demasin, 26 million so'mga chiroyli xayrni qilib beraman. Barakasini bersin akalar. Lekin sementalga qo'yganman deyaptilar. Agar tug'ib qolsa, lekin agar buqa tug'ilsa вообще akalar, a'lo nur ustiga a'lo nur bo'ladi akalar. Pastda raqamni qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib sunnat hayriga o'tib ham berishadi akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Telefonlarimiz 24 ga yetib turibdi, ishlab turibdi akalar. Ekranda raqamlarda barcha ijtimoiy tarmoqlar bor. Xohlasangiz alohida Telegramdan lokatsiyalarni ham tashab berishaveradi akalar. Xohlasangiz telefondan baraka qilasiz, xohlasangiz ustiga kelib ko'rsangiz ham arzuradigan variantlardan bo'ldi akalar. Abrorbek bittaga men bor, kelib ko'rib ota xursand bo'laman. Albatta. Nimaga deydi? O't solaman, masalan, selon solaman, somon solaman, pahol solaman, yeydi. Haligini ko'rib tursa men ham maza qilaman. Ko'nglim xotirjam bo'ladi-da, masalan, to'g'risi. Haligi bittasidan berib yuborsangiz, unikiga borgandan keyin masalan narsa sasa bir xil mollaligida aydamol bo'lmasa cho'chib yemay qo'yadi. Chunki endi biznikida ko'p mol ichida yuradi-yu. Bir xil mol joy tanlaydi, bir kun keyin yemaydi. Bir video chiqarsam, shunday bo'lib qoldi. Uka yemayapti molingizni. Aka dedim, 5 kun sizga sinov moli. 5 kun ichida yemasa qaytarib olaman, unga mol beraman. Tanlaysiz, video qilaman, siz tanlaysiz dedim. Ki almashtirib olaman. Men pul beradigan bo'lsam men beraman, siz bersangiz siz berasiz dedim. Tam bo'pti deydi, 4 kundan keyin telefon qilib, "Ulim moling qoldi" dedi. Ha, desam, "Yeyapti" dedi. Endi o'zimizda yeyapti, biz ham bir joyga borsa shapirish bir yeb ketaolmaymiz. Masalan, hozir mehmondo'stlik, hijolat, odamiylik, bo'lsa bular odob degan narsalar bor-ku. O'shani hisobiga. Sinab olishaveradi, muammosi yo'q. Akalar sinab olasizlar, garantiyasini berishadi. Chunki xonadondan sotilyapti-mi aka? Garantiyasini berishadi akalar. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastdagi raqamga aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.